aytgancha bizani tabriklasanglar bo'ladi. Bugun to'yimizga 10 kun bo'libdi, lekin qanaqa o'tib ketganini bilmayman to'g'risi. Xullas, to'yimdan oldin men post qo'ygan edim, dietolog Tursunboyevani. Esingizda bo'lsa, to'yimgacha 4 kilo ozdirib berishlari kerak meni degan edim. To'yimda idealniy formada bo'ldim. Haqiqatdan ham o'zimga juda ham yoqdi. Mana 10 kun o'tgan bo'lsa, xollagan narsamni yeyapman. Hali 1 kiloga ham semirganim yo'q. Shundoqligicha turibdi. Tursunboyevani menga yoqqan taraflari, mana bitta semiz ayol deylik, individual o'sha ayol bilan shug'ullanyaptilar. Ildizini topadilar-da. Qayerdan kelib chiqqan bu semizlik? Gormonlardanmi, yeyish oqibatidanmi, oshqozondanmi, nima? Xullas analizlar bilan ularga обязательно, misol uchun kurslariga yozildinglarmi, individualga обязательно analiz topshiradilar, gormonga topshirasizlar. Hammasini ko'rib, tekshirib, ildizi bilan davolab shunaqa cho'tga ozdirib berar ekanlar, borib keyin qaytib semirib ham ketmaysizlar, deb mana shu taraf